Hormang. Hormang To'g'ajon. Qanaysan? Zo'r, tog'a. Yo'llarni asfalt qilsangiz bo'lmaydimi? Yo, bir ikki yordam beraymi boboyshadan. Pulni qayerdan olding, gaday? Men sizga aytdim, menga qo'shiling. 102 qilaman, 203 qilaman, 304 qilaman. Ko'p gapni ko'paytirma, pulni qayerdan olding deb so'rayapman. Tog'ajon, sizga o'xshagan, menga o'xshagan fermerlarga zo'r imkoniyat yaratilgan. agromagnat.com degan sayt ochildi. O'shanga a'zo bo'lasiz. Любой narsangizni meva, chiva, kartoshka, pomidor chet elga jo'natasiz. Eksport qilasiz. Qanaqa chet elga? Amerika, Italiya, Fransiyaga. Amerikaliklar bilan inglizchani bo'yin gaplashadimi? Yo, beyin gaplashadimi? Oho, inglizcha bilish shart emas. Ular o'zlari tarjimonlari bor. Любой narsangizni dokumentalni qiladi. Komfortabilni. agromagnat.com dedingmi? Ha. Sen menga o'rgatasan. Bo'ldi, Men tamom. tushunmayman o saytingni, jiyan. Fermerlarni ko'pi tushunmaydi. Jiyani mana balasi o'rgatadi, to'g'rimi? To'g'ri, tog'ajon. Senga men agromagnat.com orqali yetaman, boboy. Menga biror pul kerak emas. Menga o'rgatasan, tushundingmi? Tamom, tovarni shuna rasm tushirasiz, saytga qo'yasiz, odamlar o'zlari telefon qilib, akajon pomidorlar qanchadan? O'zlari keladi. Qiziqtirding, qanday qilib menga yaxshiroq tushuntirib? Mana tog'ajon sayti. Mana qarang. Produksiya mana переводчик, upakovka, upakovщикlar, хранение, agroanaliz, hamma narsa bor tog'ajon. Kerak bo'lsa tovaringizni ham страховка qiladi. Mana mahsulotlarning rasmi ham bor-ku. Mana sizga o'xshagan fermerlar o'zini rasmlarini qo'ygan, o'zini mahsulotlarini qo'ygan. Shu yerdan ko'rib, amerikaliklar